أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun Sura Al-Imron'ninki 45. oyatiga keldik. Ilgirki oyatlarimizda Maryam alayhissalomninki ideya jihatdagi tayyorliklari bir qur tamomlandi. Tamamlangandan keyin Maryam alayhissalomninki asosiy vazifasining tunji qadami bugungi 45-oyatda boshlandi. Deydi: "Estaizu billah iz qalatil malaikatu ya Maryam innalloha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul masih Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin." Yani öz vaqtida malaika shunda dediki: "Ey Maryam, Allah sana özü tarafdan bir kalima bilan xo'sh bishorat berdi. Uning ismi Masih İsa ibn Maryam. Maryamning o'g'li İsa. Dunyoda yuzlik va oxiratda yuzlik va Allohga yaqin bandalarning qatoridan jumlasidan." Endi Maryam alayhissalatu vassalamga nisbatan ideya jihatdagi tayyorlik bosqichining birinchi qadami shu yoz vaqtida va qish vaqtida zamoni kammagan nozu ne'matlarningki Maryam alayhissalomga Allohning qudrati bilan hozirlanishi. Buni Maryam alayhissalom Alloh xohlagan kishiga hisobsiz rizq beradi degan ta'bir bilan ifodalab o'zining iymonini bizga ifodalashi bu birinchi bosqich bo'lsa, ikkinchi bosqichda Zakariya alayhissalomninki hikoyasi voqealigi, ya'ni Yahyo alayhissalomning ayolining homildor bo'lganlik masalasi ilgari darslarda so'zlab o'tdik. Üçüncü basqıç olsa Allah subhanahu wa ta'ala Maryam alayhissalomga bütün dünya ayollarının içinden bunu tanlaganligini alohida xo'sh bishorat shaklida berganligi. Chunki dünya ayollarının içinden tanladı degan gap Maryam alayhissalomninki ayollarga aloqador bir vazifasi borligining oldin ola bir bishorati. Yuqorqi qadam bosqichlar tayyorliklar hozirlanib, Maryam alayhissalom ideya jihatdan hozir bo'lgandan keyin Allohning sababsiz, vositasiz nurg'un narsalarni yaratadiganligini tunib yetgandan keyin iymoni bunga chin tutgandan keyin mana bugungi oyatda Alloh subhanahu va taolo Maryam alayhissalomga xo'sh bishorat beryapti. Ya'ni asli vazifasi bilan, ya'ni Isa alayhissalom bilan xo'sh bishorat beryapti. Oyatdagi bishorat kelimesi hemen bilimiz burun derslerden tushunib o'tdik. Kelgusidagi inson xursam bo'ladigan büyük bir xabarni boshqalarga yetkazish bishorat urudi. Bu masala to'g'risida ortiq to'xtalmaymiz. Ham oyatdagi kalimatin minhu, ey Maryam, Allah sana o'zi tarafdan bir kalima bilan xo'sh bishorat berdi dedik. Qaysi kalima o desa Masih İsa ibn Maryam dedi. Bu kelime hukumi qanday hukum bu o'rinda desa, bu Allah subhanahu va taolo masalani biz tushunadigan bir şekilde bizga anlatadi. Allohning har qanday ishni qilishi bizga o'xshamaydi. İnsanlar o'tirishga o'xshash amaliy qilish orqali bo'lmaydi. Faqat Allohning mutlaq qudrat ifodasiki kun fayakun. Bo'l deydi, bo'ladi. Bu yerda Allah o'zining kalimasi bilan o'xsharat berdi degani Maryam alayhissalom tug'moqchi, yangimoqchi bo'lgan bu bola Allohning bo'l degan bir og'iz so'z bilan maydonga kelgan sabab bilan emas, er ayol o'tirdagi munosabatdan emas. Faqat bo'l degan bir og'iz so'z bilan o'tirib kelgan, maydonga kelgan bola ekanligining biz tushunadigan shakldagi ifodasi. Sura Al-Imronning 47-oyatida Alloh yaxluqu ma yasha, Alloh xohlaganini yaratadi. Ida qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah xalqanı yaratdı. Bir ishni hukm qilsa, bo'l deydi, bo'ladi. Boshqa nurg'un oyatlardan bor. Biz buni bu tafsirlarni o'qishni ilgari shu shaklda tushunamiz. Yani bu yerda kalimatin debma kalima so'zini akilishi biz tushunadigan bir shakldagi ifodasi. Amaliyotda Allohning qudrati hatto bo'l
kun degan kelimadan mı aldı da? Yani belki kun degan kelimenin K harfi ifadelenishdan burun Allah qiladiganni qilib bo'lishi aniq. Allohning cheksiz qudrati. Ama biz tushunadigan shakl qaysi? Shu Allah bo'l deydi. O şu haman qanaqadir bulur. Allah bu yerda biz tushunalgudek bir şekilde Allah'ın mutlak kudret ifadesini bizge qanaqatydı, tushundiryapti. İsa alayhissalom meselesimi? İsa alayhissalom şu Allah'ın bol degan bir so'z bilan Allah yaratılgan. Allah şu tug'il degan buyruq bilan qanaqilgan, tug'ilgan. Qandaq turalik insonlar o'tiribdi ki, ayollik munosabatdan o'tirg'a chiqqan yoki tug'ilgan emas. Bu bir masala, yani oyatdagi kalima degan so'zningki ma'nosi shu o'z kerak. Undan keyin İsa alayhissalomni ismuhu, uning ismi Al-Masih İsa ibn Maryam. 3 isim bilan atadi. Masih, İsa, Maryamning o'g'li degan 3 isim bilan atadi. Mesihning ma'nosi nima? Arabcha so'z ma'nosidan qaraganda balkim gunohi o'chirilgan, gunohi yuvitilgan degan ma'nosi bo'lishi mumkin. Yoki kasallarni silab shuna tutib saqaytiradigan degan ma'nosi bo'lishi mumkin. Yoki muborak degan ma'nosi bo'lishi mumkin. Lug'at nuqtasidan shu ma'nolarni o'z ichiga olishi mumkin. Isa alayhissalom o'zining xos ismi, xuddi bizdagi Ahmad, Muhammad deganga o'xshash. İbn Maryam familiyasi, öyle bilimiz familiyani, Maryamning o'g'li, falanining o'g'li degandek familiya. Odatda normalda arablarda laqab deydi arabcha. Laqab qo'llanildi normalda. İkincisi isim qo'llanildi, üçüncüsü künyet, yani familiya qo'llanildi. Bizde ko'p hollarda ikki isim qo'llanamiz, yani isim ve familiya. İnsanın o'zining ismi, dadasining ismi. Masalan, Türklerde soyadda bir narsa var. Mayadaki El-Mesih soyadının o'rnidagi bir isim. İsa alayhissalomning soyadining o'rnidagi isim. İsa o'zining ismi, İbn Maryam şu familiyasi, yani Maryamning o'g'li degan ma'noda xuddi bizdagi o'zining ismini keyin dadasining ismini yozdi emas, shunga o'xshash bir nuqta tushunsak bo'ladi. Bu yerda üçüncü isimning hammani teng qo'llandi. Buni o'zi nima desa, İsa alayhissalomning mertebesinin büyüklükünü ifadelaydigan bir nokta buluşumu mümkün. Soyadını, özünün ismini, anlakin özünün aile ismi, yani dadasının ismi kullandığı adette, ama İsa alayhissalomning dadası olmağa çıkan anasının ismi ölen bütün hem isimlerini kullandığı arkalık İsa alayhissalomning hürmetini ifadelayan bir nokta bo'lsa kerak. Ondan keyin vacihan fi dunya vel ahireh. Dünya ahirette yüzlük. Vecih degan söz şu tercüme qilgan vaqtda yüzlük deb tercüme qilamiz. Normalda biz gündelik hayatımızda birovlarninki bizning oldimizda hurmati bek cho'ng, yüzü bek cho'ng, uning har qanday bir taklif fikrini yoki gapini yiranmaymiz emasmi? Mushundaq kishilarni vajihan deb mashakil arab tilida ataydi. Odatda Allohning rizoligi uchun bir gap bor. Bir ishni Allohning rizoligi uchun. Buni arab tilida vajhi iborasi qo'llanildi. Li vajhillah, Allohning rizoligi uchun deb. Lekin biz boshqalarni rozi qilish normal kunlik turmushimizda palaniga yuzgilanmay u ishni qildim. Pukunining yuzini ayab bu ishni qildim deymiz. Shu shakldagi ifodalar arab tilida vajih, ya'ni İsa alayhissalom shunda bir shaxsga boshqalar buni hurmat bildiradigan, ehtirom bildiradigan, buning yuzini ayab nurg'un ishlarni talabini o'rindaydigan, buning gapini qayro o'tmaydigan bir inson degan hurmatini ifodalaydigan bir hukm bo'lishi mumkin. Vajihan fi dunya vel ahireh. Hamda İsa alayhissalomning hatto yuzluklik, dunyodagi masalasi bo'lsa, oxiratdagi İsa alayhissalomningki yuzluk, obro'yliq, hurmatlik ekanligining yana bir ifodasi Sur Maide'ninki 116. ayetinde ifadelanadi. Nima desa, o'z vaqtida Allah İsa alayhissalomga: "Ey İsa ibn Maryam, sen kishilarga meni va onamni Allohni qo'yib iloh qilaman dedingmi?" desa, İsa alayhissalom bunga javoban: "Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq." Mening haqqim bo'lmagan. Men to'g'ri topmaydigan bu ishlarni mening deyish haqqim yo'q. O'zir pokdir ey Allah. Agar men uni degan bo'lsam, sizlar bilasizlar. Mening qalbimdagini men bilaman. Ammo men sizlarning qalbingizni o'qimayman, masalan, ko'ngillarni buni o'qimayman. O'zira g'aybni bilguchi. Mana bu oxiratda Alloh bilan İsa alayhissalom o'tirdiki, suhbat
Bu qandaqdır İsa aleyhissalatu vesselam Allah'ın kayış emas, balki İsa aleyhissalatu vesselam'nınki mertebesini qana qilish, ko'tirish masalasi. Hatta sura Maryam'ninki 30-oyatida İsa aleyhissalam o'zining tili bilan "Vassalamu alayya yawma wulidtu ve yawma amut ve yawma ub'athu hayya." Men tug'ilgan kunisi salam bo'lsin kunisiga. Ölgen günüsü salam bo'lsin. Tirik qaytadan tirildigan günüsde salam ma şekilde İsa aleyhisselam tasvirlanadi. Mertebesi yuqori ko'tariladi, ta'riflanadi. Chunki İsa aleyhisselamninki tug'ilgan kunisi bir g'ulg'uli paydo qilgan bir kun. Banu İsrailning ba'zisi Alloh saqlasin, İsa aleyhisselamni dadasiz tuqqan bo'lg'achqa Maryam aleyhisselamni qana qilgan tuhmatlarni qilgan ba'zi. Yevmel memat ölgen günüsü degenimi biz İsa aleyhisselam'ninki esilish vaqasini bilimiz. Yani İsa aleyhisselam amaliyotda esilmoqliq, İsa aleyhisselamga xiyonat qilgan kishi İsa aleyhisselamning shakli suratiga kirgizib, shu eslib shuni İsa aleyhisselam deb qarab o'ltirib etdi. Bu andiken tirgizilgan kunusida Alloh subhanahu va taolo biz bayatdan o'qigan sura Maidning 116-oyatidagi sen meni va onamni Allohni qo'rqib iloh qilib dedingmi degan shakldagi Alloh bilan bo'lgan dialog, yani savol javobi bu so'riladi. Demak, bularning hammasi 3 o'rin İsa aleyhisselam tug'ilgan kun, İsa aleyhisselamning vafot topgan kunisi va tirilgan chog'dagi Allohningki buningga yuzlantiradigan savoli, qo'ygan savoli. Buların hemmisi İsa aleyhisselam'nınki tarifi, yaxşı tarifi, medihisi, o'rnining büyüklüğü. Şu başka dünya ahirette yüzlük deyişi tug'ilgan vaqtimi alohida, vafot topgan vaqtimi alohida ve tiriladigan qiyomat kunisidagi vaqtimi ham nima alohida. Alohida. Bularning hammasi oyatdagi shu vajihan fid dunya vel ahira. Dünya ahiretdagi yüzlüklük, hurmati, o'rni, derecesinin bir ifadesi boz kerak. Andikin ayetning davomi yana ve minel muqarrabin. İsa aleyhisselam Allah'a yaqin bandalarning qatoridan. Allah'a yaqin, Allah'ning buyukligi. Bu yerda bunda bir masala var. Mesela insanlar otursak bazı meseleni tushundirish uchun bir misol olay. Mesela bir yüzlük, obro'yliq, cho'ng bir odam bo'lsa, bunun qol astidagi yoki buningdan tuan turadigan ba'zi kishilarga boshqalar hurmat qilib, favqulodda o'rinni ko'tarib, uni cho'ngaytib, hatto aslidagi cho'ng odamdan bakroq ko'tarib o'tgan ahvol bo'lib qolsa, odam aslidagi cho'ng odam boshqalar hurmatlayotgan odamga o'chib qoladi. Xuddi boshqalarning hurmatini mendan tortib oldi degandek tuyg'u ama insonlar o'tirisidagi tafakkur bu. Endi İsa aleyhisselamni boshqalar iloh deb da'vo qildi. İsa aleyhisselamning onasini iloh deb da'vo qildi. Shuni bilan insonning kalasiga kamaydi bo'lmaydi. Boshqalar İsa aleyhisselamni iloh deb tunisa, o iloh emas. İsa aleyhisselamning onasini iloh deb tunisa, iloh emas. Endi Alloh İsa aleyhisselamga g'azab qiladi. Bu yerda bizga shuni o'rgatyapti Alloh. Shuni bildiryapti Alloh shuni bildiryapti. Ba'zi kishilarning İsa aleyhisselamga fitne qilishi, yani İsa aleyhisselamni iloh deb da'vo qilishi, İsa aleyhisselamning onasini iloh deb da'vo qilishi, İsa aleyhisselamning Allohning nazaridagi o'rniga asla ta'sir ko'rsatmaydi. İsa aleyhisselam Allah uni yaratganda qanday hurmatli ko'rgan bo'lsa, Allohning nazarida shunday hurmatli. Oyatdagi va minal muqarrabin, Allohga yaqin bandalarning qatorida degani shu. Dunyoda Allohga yaqin, oxiratda Allohga yaqin. Kishilarning uni iloh deb da'vo qilganligi Allah qo'ygan yaqinligiga ta'sir ko'rsatmaydi deb buning bir raddiyama oyat. Ondan keyin yana oyat davom qilyapti, 46-oyat. Va yukallimun nasa fil mahdi va kahlan va minas solihin. İsa aleyhisselamning sifati uzluksiz davom qilyapti. Oldin hozir o'qiyotgan oyatda İsa aleyhisselamning ismini avval bayon qildik. Dunyo oxiratda yüzlük, hurmatlik deb buni bayon qildik. Ondan Allohga yaqinlarning qatorida ahvolni so'zlab qoldik ya. 4-inchisi buyuklar kishilarga so'zlaydi. Endi bu yerdagi buyukni bilasizlarmi?
Her milletning büyüşke oxşamaslık mümkün. Yani texmo iniq düşünelim desek, bu yerdeki fil mehdi degeni kichik balı üçün hazırlandıgan, yatıdığan joyini biz arab tilida mehdi deymiz. Bizde şu büyüşük dep tunib keladi, çünkü kichik bala büyüşük yatıdığan boğaçqa. Yani büyüşük dep tushensek bo'ladi. Kishilarga büyüşükde qanday qiladi, so'zlaydi deb bilib keyin aytilgan va kahlan. O'ttir yosh vaqtida qanday qilib so'zlaydi? Büyüşükdimi so'zlaydi? O'ttir yosh vaqtida so'zlaydi? Bu bizga bir narsani ifodalashi mumkin. Yani İsa alayhissalom bu vaqti va o'ttir yosh vaqti va. Bu vaqtida mo'jiza sifatida kishilarga so'zlaydi. O'ttir yosh vaqtida vahiy sifatida kishilarga so'zlaydi. Demak, o'zgardi degan gap yani. O'zgardi. Birda bu vaqt asta sabi balalik vaqti, yosh vaqti, o'tir yosh vaqti. Bu vaqt bilan o'tir yosh vaqtini tilga oldi ya Qur'on. O'zgardi degan gap. Bu shuning daliliki iloh emas. Iloh o'zgarmaydi. Agar İsa alayhissalomni iloh desanglar, bu vaqt ilohmi, o'tir yosh vaqtimi? Ikkilisi ilohmi? Ikkili vaqti. Ikkili vaqtni iloh desanglar, iloh o'zgardi masalan. Bu vaqtni qoldi o'tir yosh qiladi. Bu deganlikning o'zi qirib dunyodan ketdi degan gap. O ilohga to'g'ri kelmaydigan bir sifat endi bu. Bu shu demakchi, ya'ni o'zgardi İsa alayhissalom. O'zgarishga bir hayot yashadi deganning o'zi bu iloh emas yoki ilohning bolasimi ham emas. Bu bir masala. Ikkinchisi, büyüşükte kishilarga so'zlaydi degani Allah her payg'ambarga o'ziga yarasha bir mo'jiza bergan. Payg'ambarlarning hammasining o'ziga yarasha bir mo'jizasi bor. Musa alayhissalomning hassasi va boshqa payg'ambarlarning boshqa turli mo'jizalari va Salih alayhissalomningki tugisi va degandek. İsa alayhissalomga büyüşükte, bala vaqtida so'zlash mo'jizasi bergan. Nima uchun? Chunki bu masala onasining iffat, izzati, hurmati munosabatlik masala. Biz dedik İsa alayhissalomning bu şekilde meydana kelishi ta qiyomatga qadar ziminde yo'l qo'ya olmoqchi bo'lgan bir buyuk aqidaninki, Allohning mutlaq qudrat ifodasininki tunji qadami. Bu İsa alayhissalomning onasining tuhmati, uni yomon askish qilgan ayol degan bu xil salbiyat bilan boshlansa bo'lmaydi. Anasının iffati qo'g'dilishi kerak, anasının hurmati, izzati qo'g'dilishi kerak. Bu noktada Allah subhanahu va taolo İsa alayhissalomning bir mo'jizasini shu balo vaqtida, büyük vaqtida anasini qana qilib, aqlab, qana qilgan so'zlash bilan o'rtaga chiqargan bu bir tarafi. Yani bu özününki dadısız holatda o'tirib kelganligini, tug'ilganligini bir deyish kerak edi bu yerda. Chunki bunda masala asla va asla tarixda bo'lib boqmagan, normaldan bo'lmaydigan bir masala. Ondan keyin bilamiz, har qanday bir millat o'zining payg'ambarini muqaddaslaydi, yani payg'ambar doirasida. Shu vaqtdan tortib, balo vaqtdan tortib İsa alayhissalomning payg'ambar ekanligi o'rtaga chiqish bu bir ikkinchi bir masala. Chunki büyüşükte turib gap qildi degan gap bu ajoyib masala o'g'achqa kishilar buni gap avloddan avlodga o'tkaydi, o'zaro bir-biriga o'tkaydi. Kishilar orasida mushu bolaninki kelgusi payg'ambar ekanligi hozirdan boshlab qanaqagash turdi, taqalgash turdi. Uning degan gaplarini hammasi takrorlaydi. Hatto degan gapi mushularninki kelgusidagi xatolashgan yo'llarga qarshi buyuk bir dalil sifatida o'tirib chiqib qolishi mumkin. Chunki İsa alayhissalom balo vaqt, büyük vaqtida degan gapi nima desa, inni Abdullah, men Allohning bandisi degan bir og'iz gapindagilik. Bu gap keyinki İsa alayhissalomni ilohlashtirib, bu degan iloh yoki ilohning balasi degan nazariyani o'tirib olib chiqadigan insonlarga nisbatan buyuk bir raddiya. Chunki balo vaqtida gap qilgandan keyin bu gapi ajoyib saqlanadi kishilar o'tirib, ajoyib taqiladi. Keyinki İsa alayhissalomni iloh deb tuhmat qilganlarning yolg'onchilik shahridan o'tirib chiqadigan gap. Bu masala. Shuningdek buning mo'jizasi kishilarga büyük vaqtdagi holatidan qana qilingan boshlanganda. Endi kahli degan so'zga kelsak,
Biz bunu 30 yaşda tercüme kıldık. Bazılar 30 yaşdan 40 yaşdan oturduğu haletini kehli deyimiz deydi bazılar. Onun da pek çok mesel çıkmıyor. Çünkü vafat olgan vakti şu devirde kişilerge peygamberlikini ilan kılıp Allah'ın davetini yetkizip şu vakti vafat oldu. Mesele yok. Bazılar 40 yaşdan keyinki halet kehli deydi. Eğer 40 yaşdan ilgirki halet, keyinki haletini kehli değilse, İsa Aleyhisselam'ını asımız dep esip öldürümüz degan bir dava vaqa İsa Aleyhisselam kehli devrga berishni ilgari yuz bergan. Yani 30 yaşning yani 30 bilan 40 ning o'tirida 33 atrofida bo'lgan ahvol. Demak endi İsa Aleyhisselam büyüktü sözde de Kur'an'ın hükmü boyunca ve kehli halde 30 yaş halatı sözleydi diye yırıkıp kalkan buludu. Çünkü 40 yaşlı bağmay durup obattaptı değilse 40 yaştan kinki halatımız kehli dep çöndürgenlikin o kep kaldı diyen gel. Yani bu şu demek ki İsa Aleyhisselam kayıtının kilidi ve kişilerge kanaklıdı sözleydi. Çünkü sözlüme dedi. Kur'an sözleydi dedi kehli halatda. Bu şu İsa Aleyhisselam kemmeydi diyenlerge bir reddiye buluşu mümkün. Yani bu yerden yani tekrar bir neslerini deyimiz bayattan diyen mezmunda İsa Aleyhisselam'ınki hayatı özgürleşişi buludu. Vakal tuludu, balılık hal tuludu, yaşlık hal tuludu, otturhallık hal tuludu. Bunların hemmisi insanın sübütü, ilahının uluhiyetinin sübütü emes. Eğer bu İsa Aleyhisselam'ını ilah değilse bala vakti ilah mı? Ya ki kehli oturuş vakti ilah mı? Ya ki ikisi ilah mı? İkisi ilah olup kalsa bu özgürlüş nime? Birisi ilah bir vakti ilah hemen olup kalsa nim bulab ilah olup kaldı. Nim bulab ilahlıktan çıkıp gitti. Bala vakti ilah oturuş vakti ilah olmasa nim bulab ilahlıktan çıkıp gitti. Bala vakti ilah hemen oturuş vakti ilah olup kalsa nim bulab ilahga özger. Bu bir müç mesele çıkıdı. Yani bu İsa Aleyhisselam'ın ilah digirçilerine nispeten eğer reddiye. Yani eğer büyük bir vakti ilah olup kalsa ilah şu pette devam kılmıyor. Büyük tiki pette. Mesele çıkıdı da bir yerden. Ayetlerin ahırısını kelsek ve mines salihin salihlanın kadarın. Salih demek ne demek kırılmışlar? Salih dep süpetleş bir adamdı. Qanda vaqt buldu desang bir adam yaxshi ishlarni egizdi degandan boshqa ameli qilsa salih olurdu. Ameli ulgusi salih olurdu. Başqalarni yaxshi adam bo'lsin deb so'zlash, başqalarga yetkizish, targ'ib qilish, yaxshilikni buyurib, yomonlikdan to'sash muslihlik, islohotchilik. Endi salih degan nima desa, ashuni o'zining hayotida tatbiq qilsa bir odam salih bo'ladi. İsa Aleyhisselam o'z hayotida o'zi boshqalarga da'vatgan tabliğlarni, o'zi boshqalarga yetkazayotgan diniy ahkam, ilahi tatbiqat, ta'limotlarni hayotiga tatbiqlaydi. Yani onunki ish harakati, amaliy ish hayoti iman bilan renge girgan bo'ladi. İmani hayot yashagan bo'ladi degan ma'no chiqadi salihdan. Ondan keyin Allah subhanahu va taolo shu Maryam alayhisolamning tili bilan davatida 47 oyatda qalat robbi anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar. Qala kadhalika Allahu yakhluqu ma yasha idha qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Maryam alayhisolam dedi ki ey Rob, men hech kim chaqilmagan tursa mening qanday bolam bo'ladi? Allah dedi ki ana shunga o'xshash Allah xoliganni yaratdi. Allah bir ish hukm qilsa shu bo'ldaydi, bo'ladi. Ya da malaikaning tili bilan Allah subhanahu va taolo mushu so'zlarni dedi. Maryam alayhisolamninki menga hech kim chaqilmagan tursa mening qanday bolam bo'ladi deganga faqat azroq to'xtab baqish to'g'ri keladi. Misol olaylik. Biz 20 yoshlik qizdan birga, masalan, to'y qilish yashayotgan yoki tug'ut yashayotgan bir ayol kishi yoki qizga sizning bolangiz bo'ladi desak, masalan, bolangiz bo'ladi desak, hozircha u homildor emas, qo'saqtim yo'q, ammo shuni bolangiz bo'ladi dedi. U darrov bizga qaytaradigan javobi nima? Hech qanday javob qaytarmaslik mumkin, chunki tabiiy ahvol. Chunki ayollar yo'g'onsa to'y qilib bola bo'ladi. Yuqorqi oyatda shunaroq gap bor. Allah
sana İsa ibn Meryem isimlik bir payg'ambar bilan, bir bola bilan xo'shmushat desa, mencha buni tushunsa bir normal gap. Endi masalan to'y qilishi mumkin. Chunki oyatda dadisiz bo'l degan gap yo'q-da. Dadisiz degan gap yo'q. Normal Allah bir bola bilan xo'shmushat berdi degandan keyin mencha normal tushunsa insonlik tasavvuridan tabiiy gap. İsa Meryem alayhisolamning bu yerda qandoq bolam bo'ladi inson menga chiqilmish kim chiqilib boqmagansa degan savoli sal g'arib. Ya'ni nereden tushungan bu dadisiz bola bo'lganligini? İlgirki hayat hech unda bir ifoda bo'lmasa, normalda şu to'y qilsam bolam bo'ladi deb normal tushunsimi bo'ladigan yerda nima uchun menga hech kim chiqilmagan bo'lsam qandoq bolam bo'ladi degan bu savol nereden keldi? Menga hech kim chiqilmagan tursa degan bu hukm nereden keldi? Birov Meryem Aleyhisselam'a siz ersiz, toğusuz, balanız dadısız buludu digen mi acaba? Malaika şunu digen mi? Ayette yok. Ayetunda hiç qanday gap yo'q. Nim bulab Meryem Aleyhisselam'ның zihni dadısız toğuş meselesiga berib qoldi. Bu Meryem Aleyhisselam'nınki acayip bir zireklik ki hoş bisharat birilgan vaqtdagi ifodada İsa Aleyhisselam'ның ismini qanday shaklda tilga olgandi? İsa ibn Meryem, Meryemning o'g'li İsa deb İsa Aleyhisselam Meryem Aleyhisselamga nisbat berilgan. Normalda bala dadıga nisbat beriladi. Normalda balaning familiyasi dadıning ismi bilan atiladi. Endi İsa Aleyhisselam'ның ismi kelgan vaqtda Meryem Aleyhissalatu vesselamga nisbat berilganligining o'zi Meryem Aleyhisselamga shunda bir ishoratki aldıda bir muncha tayyorlik bosqichlar oldi emasmi? Meryem Aleyhisselam buni tushundi ki dadisiz tug'diganligini tushundi. Shunlashqa Meryem Aleyhisselamning zirakligi darrov bir savol so'diki, "Men hech kim chiqilmagan tursa, dadisiz qandoq bolam bo'ladi?" degan bu savolni Meryem Aleyhissalatu vesselam qana qildi, so'di. Chunki bu ayollarda bo'ladigan bir ensirash. Ersiz bir şekilde tug'ish tabiiy ayollarda bo'ladigan tabiatidagi normal tushunsak bo'ladigan bir ensirashda. Allah Meryem Aleyhissalatu vesselam'ning so'g'an bu savolini inkor qilmadi. So'g'an savolni xato demay, so'g'an savol to'g'ri, sening tushunganing to'g'ri. Sen ersiz tug'sa balang dadisiz tug'iladi. Buning javobi kezalikillahu degani kezalik sening tushunganing to'g'ri. Ani shuningga o'xshash, sening ma balang dadisiz tug'ilg'inga o'xshash, tug'iladiganga o'xshash Allah xalqan narsini xalqan shakl yaratdi. Bu mu yana insondagi Allah subhanahu va taolaning mutlaq qudrat ifodasi. Mayli nasl qoldirish, yaratish, ayol, ko'paymaslik, bütün ishlar. Bir insonningki dadisiz, anasiz tug'ilishi, anadan dadisiz tug'ilishi, dadadan yoki erdan ayolsiz tug'ilishi, ba'zilarning har qancha bo'lib ketsimi tug'masligi, ba'zilarning butunlay qiz tug'ishi, ba'zilarning butunlay o'g'il, ularning hammasi Allohning mutlaq qudrat ifodalari. Biz ilgari darsimizda o'tgan Alloh bizga mo'jiz shaklda hech nimasiz inson yaratdi. Odam alayhisolamni na ayol yo'q uning beshida. Erdan yaratdı, ayol yok. Hava Aleyhisselam'ını Adem Aleyhisselam'dan yarattı. Ayoldan ersiz yarattı. İsa Aleyhisselam'ını Meryem Aleyhisselam'dan tug'ildi. Normal ayol oturduğu münasibetten tug'ildi. Normal şu hayatımızdaki tug'ilish ahvollari var. Bazılar sap qiz valları oldu, bazılarına sap o'g'il valları oldu. Bazılar da tug'ması oldu. Ona har qancha qilma amal qilib. Bularning hammasi Allah subhanahu va taolaninki mutlaq kudret ifadeleri. Biz ilgirki bir dersimizde tekrarlanan ayet yeni tekrarlayımız. Lillahi mulku semavati vel ard. Asman zamandaki bütün iktidarçılık Allah'a ait. Allah xalqan narsini yaratdi. Xalqan kishiga qiz berdi, xalqan kishiga o'g'il berdi, xalqan kishilarga o'g'il qiz aralashtirib berdi, xalqan kishini tug'mas qildi. Allah hamma ishni bilguchi, har ishqa qodir. Mana bu Allah subhanahu va taolaninki nimasi irodasi. Herkes inson unda tushunib qolmaslik kerakki, tug'ilayotgan balla ayol aloqasidan tug'ilib, bu bir dunyo yaratilgan bir sabab qonuniydi. Esingizda bo'lsin, Allah dunyoni yaratdi va dunyoning sabab qonuniyatini yaratdi ve sebepsiz mi hem yaratdı?
İnsanlar bu mabur noktayı dünyani yarattı. Dünyada sebep kanuniyetini yarattı. Demek sebep kanuniyetinden çıkan neticelerin hepsi Allah'ın yaratışına ait. Ve Allah bazıda bizi gösterip koyuş için sebep kanuniyetinden kayrıp kap durup mu hem yaratıdı? Eğer dünya tügü deyin gibi sebep kanun. Fakat sebep kanuniyeti dünyamız için bekletilgen bir kanuniyet. Bunun üstünde bunun çeksiz kudretli soğan kim var? Allah var. Allah İza qada emren halığın işine hüküm kılsa kun deydi şu aman buludu. Şuna başka sebeplerini Allah onu bekitkenlik için kanuniyet kılımız ama sebeplerge aldanmayımız. Biz sebepten bekrap, sebepnin yaratkuçsuğa kanakılımız, tayinimiz her daim zihnimizden muşu çıkmasın. Ayet devam kılıvatıdı yine İsa Aleyhisselatü Vesselam'a ait süpetle İsa Aleyhisselam'ı süpetleyip geldik emasma ve yuallimuhul kitabe vel hikmete ve tevrate vel incil. İsa Aleyhisselatü Vesselam'a kitap ne ve hikmet ne, Tevrat, İncil ne ügüdüdü. Böyle mesela ayet inip izahlaşıp tegişlik artık mesele yok fakat yuallimuhul kitabedeki kitap kayısı kitap. Hikmet, Tevrat, İncil'la. Tevrat, İncil hem öyle malum. Hikmet her kadar işine vayığı yetközüp kırış, bunu hikmet hep düşünümüz. Hem de kitap diyen ne modese İsa Aleyhisselatü Vesselam'dan ilgili peygamberlerine uçurulgen. Mesela Zabur değil. İbrahim Aleyhisselam'a uçurulgen suhupla değil. Bunların hemmesi kitapının katarıga kirdi. İsa Aleyhisselam'a Allah muşlarının hemmini ügetken, özünün ilgili Musa Aleyhisselam'a verilgen Tevrat'ını ügetken ve İncil'ini bütün ilgili kitaplarının toluqlu misal süpütüdü. Xuddi Kur'an kelib bütün ilgili samavi kitapların hemmesi emelden qilib, Kur'an aşularını toluqlab, mükemmel bir şekilde Peygamber Aleyhisselam'a düşürülgenge oxşaş, İsa Aleyhisselam'a verilgen İncil bütün ilgili kitaplarının hemmesininki mezmunları xulaslangan, toluqlangan mükemmel bir şekilde İsa Aleyhisselam'a qanaqılmağan birilgen. Endi ba'zilar deydi, ba'zilar bunday izahlaydi, kitapni kitap ma'nosidagi kitap emas, balki yeziqchilik ma'nosida kelgan so'z, ya'ni İsa Aleyhisselam'a yezish iqtidorini, güzel yezish iqtidorini bergan deydi, ama biz Qur'onni aqturgan vaqtimizda, Qur'onga nazar tashlagan vaqtimizda ko'p hollarda kitap bayon qilingan o'rinda hikmat so'zi kelsa, cho'qim hikmat so'zining oldidagi kitap normal tushirilgan kitap shaklida qo'llanildi. Mush Qur'onga mush shaklda qo'llanildi Qur'oni Karimda. "Vezkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah" sura Ahzabning 34-oyatda. Ya'ni uyinglarda Alloh tushirgan oyatlarni tilovat qilinglar va hikmatni, keyindagi hikmat hadisga ifodatlasa kerak. Hikmatning oldida kelgan Allohning oyati, kitob degan so'zlar hammasi tushirilgan kitobni ifodalaydi. Boshqa o'rinlardami? Shu bu yerda asosiy ifodalandigani shu kitobdan ilgirki Isa Aleyhisselamning oldida o'tgan payg'ambarlarning kitoblari deb tushunsak bo'ladi, shu intayin muvofiq tushuncha. Ondan keyin 49-oyatda yana uzluksiz Isa Aleyhisselamning sifatlari bayon qilinadi. Allah'ın İsa Aleyhisselam'a bergen möcüzleri biz bugün vaqt münasebeti bilan 48-oyatda to'xtaymiz. İnşallah Allah nisb qilsa kelasi soatlik darsimizda 49-oyatdan davom qilamiz. Kelasi soatda ko'rishguncha hammalarni Allohga omonat qildim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va oxiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.